Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Minbar tok shousining yangi soni efirda. Bugun ham jiddiy ham qiziqarli mavzuda gaplashamiz. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati natijalariga bu galgi ko'rsatuvimiz bag'ishlanadi va albatta bu sohani bizga yaqinroq tanishtirish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. 2025-yilda O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi tashqi siyosati yaxshi qo'shnichilik, konstruktiv muloqot va samarali iqtisodiy integratsiya tamoyillariga tayangan holda barqaror dinamikani namoyon etishda davom ettirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda 2025-yil noyabr oyida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi arafasida chop etilgan maqolada ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo o'z taraqqiyotining yangi tarixiy ahamiyatga molik bosqichiga qadam qo'ymoqda. Bugun biz chinakam birdamlik bosqichiga o'tayapmiz. Bizning mintaqamizda uzoq yillar davomida ilk bor birgalikda oldinga qarab borishimiz uchun poydevor bo'lib xizmat qilayotgan o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va hurmat muhiti shakllanmoqda. Dastlabki savolimiz: o'tgan 2025-yil O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatida qanday iz qoldirdi? O'zbekiston Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatida diplomatik faollik kuzatildi. Buni raqamlarda agar keltiradigan bo'lsak, O'zbekiston yetakchisi barcha davlat rahbarlari bilan muntazam uchrashuvlari. Agar raqamlar orqali keltiradigan bo'lsak, Tojikiston, Qirg'iziston yetakchilari bilan 4 marotaba, Turkmaniston yetakchisi bilan 5 marotaba, Qozog'iston yetakchisi bilan 3 marotaba va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida o'tgan tadbirlarda hammasini umumlashtirilgan holda 29 marotaba uchrashganliklari va telefon orqali o'tgan muloqotlari mana shu diplomatik faollikdan dalolat beradi. Birinchisi. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan O'zbekistonning yaqinlashuvi bu O'zbekistonning siyosiy maqsadi emas, aksincha strategik zarurati. Chunki Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaxshi qo'shnichilik, hurmat, ishonchga asoslangan tashqi siyosatni olib borish O'zbekistonning qariyb barcha hujjatlarda, 2030 strategiyasida, konstitutsiyamizda, tashqi siyosat doktrinalarida va boshqa hujjatlarda o'z aksini topgan. Va mana shu ilgari davom etib kelayotgan tarixiy mushtaraklikning bugungi kundagi yangi nafasi desak xato bo'lmaydi. Shu bilan birga oxirgi yillarda yangi Markaziy Osiyo ruhi degan fenomen tez-tez ishlatilina boshladi. Bu o'sha 4 ta yo'nalishda, ya'ni birinchisi o'zaro ishonch, ikkinchisi yaxshi qo'shnichilik, hurmat tamoyillariga asoslangan siyosatdan dalolat beradi. Uzoq yillar o'z yechimini topa olmagan muammolar oxirgi mana 7-8 yilda topdi. Ilgari Markaziy Osiyoni bahsli mintaqa deb qaralgan yoki tashqi bir ta'sir mintaqasi sifatida qaralgan bo'lsa, bugun mintaqa o'zini barqarorligi bilan ajralib turgan, dunyoga namuna bo'layotgan mintaqalardan biriga aylanyapti. Buni o'sha 7-maslahat uchrashuvida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi yo'llagan maktubida ham ko'rsak bo'ladi. Markaziy Osiyo boshqa davlatlarga hamjihatlik namunasini ko'rsatyapti degan fikrlarni aytsak bo'ladi. Shu bilan birgalikda uzoq yillar davomida o'z yechimini kutib yotgan qator muammolar, suv masalalari, chegara masalalari va hokazo, mana shularning hammasiga yechim topilishi ham mana shu birdamlikdan dalolat beradi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo shunday bir makonki, bu yerda ba'zi masalalar bir davlat qobig'ida hal qilinishi biroz noto'g'ri bo'ladi. Bu umumiy muammolar, umumiy tahdid va chaqiriqlardan iborat. Masalan, ekologiya masalalari, suv muammolari bo'ladimi, o'sha jinoyatchilikka qarshi kurashish masalalari, xavfsizlik bo'ladimi, bularning hammasi umumlashtirilgan, ya'ni kollektiv muhokama qilinadigan mavzulardan biri. Agar umumlashtirib aytadigan bo'lsak, 2025-yil o'sha hayot va vaqt sinovidan o'tgan do'stlik bugun yana tobora toblandi desak bo'ladi. Qobiljon aka to'g'ri aytdilar. 2025-yil O'zbekiston tashqi siyosatida mintaqaviy hamkorlikni ancha kuchaygan yili bo'ldi. Bunga oliy darajadagi tashriflar juda katta turtki berdi. Mana Qobiljon aka 29 ta uchrashuv haqida gapirdilar. Bu uchrashuvlar ikki tomonlama, ya'ni ikki davlat, Markaziy Osiyoning ikkita davlati o'rtasida yoki ko'p tomonlama, ya'ni xalqaro forumlar,
anjumanlar doirasidagi mana shunday oliy darajadagi uchrashuvlar bu mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlanishiga katta turtki berdi. Bundan tashqari mana shu 2025-yil bu Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni institutsionallashuvi davri, ya'ni institutlari. Ilgari bunaqa mexanizmlar yo'q edi. Endi mana 25-yilga kelib asta-sekin birin-ketin bir qator institutsional mexanizmlar yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga misol sifatida Markaziy Osiyo yetakchilarining maslahat uchrashuvlari ilgari bir oddiygina bir muloqot forumi bo'lgan bo'lsa, endi u institutsionallashdi, bir konkret mexanizmga aylandi. Endi unga mana 2025-yilda Ozarbayjon ham qo'shildi. Bundan tashqari o'sha mintaqaviy hamkorlikni mexanizmlari haqida gapirganda parlamentlararo forumni ham aytib o'tishimiz kerak. 25-yilda o'tgan yili 3-parlamentlararo forum Bishkek shahrida bo'lib o'tdi. Yana bir mexanizm bu ayol yetakchilarni uchrashuvlari, Markaziy Osiyo ayol liderlarini uchrashuvlari ham mana doimiy tus oldi. Yana mexanizmlar haqida gapirganda, shuningdek tashqi ishlar vazirlarini doimiy uchrashuvlari, bundan tashqari xavfsizlik kengashlari kotiblarini, chunki bu ham xavfsizlik masalasi ham juda muhim masala hisoblanadi. Mana shu mexanizmlar doimiy tus olganligi bu shubhasiz 25-yilni eng katta yutug'i sifatida e'tirof etsa to'g'ri bo'ladi. Nima uchun Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi? Haqiqatan ham davlatimiz rahbari va hukumatimiz siyosatida Markaziy Osiyo shunchaki tashqi siyosatning bir vektori emas, eng dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida qabul qilinadi. Buning sabablari juda ham ko'p. Birinchidan, O'zbekiston Markaziy Osiyoda barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan yagona mamlakat hisoblanadi. Buning natijasida har qanday mamlakatda yuz berayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar albatta turli kanallar orqali O'zbekistonga ta'sir ko'rsatadi. Bu xoh savdo orqali bo'lsin, xoh transport va tranzit logistika orqali bo'lsin, xoh ekologiyaning o'zgarishi va boshqa yo'nalishlar orqali O'zbekistonga albatta ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, O'rta Osiyoda sivilizatsion makon ko'p yillar mobaynida birgalikda shakllangan. Bu mamlakatlarning urfi ham bir, dini ham bir, tili ham bir-biriga yaqin. Bularning hammasi mamlakatlarning uyg'unligini ta'minlaydi. Uchinchidan, albatta ko'p yillar mobaynida bu mamlakatlar o'rtasida iqtisodiyotning kooperatsiyasi rivojlanib borgan. Hozirgi kunda bu mamlakatlarning iqtisodiyotini ko'radigan bo'lsangiz, ular ko'p jihatdan bir-birini to'ldiradi. Bu degani bu mamlakatlarning iqtisodiyotining birgalikda rivojlanib, hamkorligining kuchaytirishi yangi qo'shilgan qiymat zanjirlarini vujudga keltiradi va albatta mintaqa mamlakatlarining raqobatbardoshligini jahon bozorida ko'taradi degan. To'rtinchidan, juda muhim masala bu hozirgi kunda transport va logistika masalasi hisoblanadi. Mana O'zbekistonni oladigan bo'lsak, bilamiz, O'zbekistonning nafaqat dengizga chiqish yo'li bor, balki bizdan keyingi biz bilan chegaradosh mamlakatlar ham dengizga chiqmaydi. Bunday sharoitda mamlakatlarning transport va logistikaga boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni amalga oshirish uchun hamkorligini kuchaytirish juda ham katta zaruratga aylanadi. Beshinchidan, albatta oxirgi yillarda xavfsizlik masalalari juda ham dolzarb bo'lib boryapti. Transchegaraviy jinoyatchilik deysizmi, narkotiklar bilan savdosi deysizmi, har qanday jinoyatni olmang, bularga qarshi kurashish mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni talab qiladigan narsa. Va yana bir muhim oxirgi yillarda juda ham dolzarb bo'lib borayotgan narsa bu suv masalalari va ekologiya hisoblanadi. Ya'ni biz bilamizki, butun mamlakatlar uchun suv tizimi bitta. Asosan bu suvlar, masalan, Sirdaryo va Amudaryodan keladigan bo'lsa, bular Qirg'iziston va Tojikistonda shakllanadigan bo'lib, bu suvlarni samarali ishlatish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, bularning hammasi mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni talab qiladi. Shuning uchun ham O'rta Osiyo mamlakatlariga nisbatan siyosat davlat rahbarimizning doimo diqqat markazlarida va har bir bu yuqorida aytilganday chiqishlarda yaxshi qo'shnichilik, bu mamlakatlar bilan hamkorlik, integratsiyani rivojlantirish qanchalik ahamiyatga ega ekanligini doim
aytib keladilar. Rahmat. 2025-yil Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik qanday ijobiy natijalarni berdi? 2025-yil tashqi siyosiy faoliyatimizdagi katta natijalarga ega bo'lgan yil bo'ldi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Bu albatta so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ochiq, pragmatik, ratsional tashqi siyosat natijasi. Hozir mana nega Markaziy Osiyo biz uchun muhim, nega bu mintaqada biz buni ustuvor yo'nalish sifatida qarashimiz kerak degan savollar bo'ldi. Aslida bu savolni mohiyatiga tushunib yetishimiz uchun chorak asr yo'qotdik biz. Vaholanki bizda umumiy mushtarak din, tarix, sivilizatsion makon, umumiy muammolarimiz va ularning yechimi ham aslida birlashmasak yechimi paydo bo'lmasdi. Va albatta hozir so'nggi 5-10 yil deymiz, ichida biz o'sha yo'qotilgan imkoniyatlarni tez suratlar bilan bosib o'tmoqdamiz. Eng asosiy masala bu mintaqada yangi bir geosiyosiy makon paydo bo'ldi, sog'lom siyosiy tafakkur paydo bo'ldi. Raqobat degan so'zni biz oldin faqat negativ ma'noda ishlatardik. Hozir bizda respublikada, mintaqamizda sog'lom raqobat muhiti shakllandi. Raqobat albatta bo'lishi kerak. Hozir mana ekspertlarimiz ta'kidlab o'tishdi, bu mintaqani unikal holat shundan iboratki, bu Sovet ittifoqi davridan shunday bo'lgan, bular bir-birini to'ldiruvchi iqtisodlar. Eng asosiy masala bu muammolarimiz umumiy ekanligini bugun davlat rahbarlari tan oldi va aynan o'sha siyosiy iroda, siyosiy qaror mintaqani bu tarixiy qisqa suratlar davomida 10 yil ichida bunaqa natijalarga erishishga sabab bo'ldi deb o'ylaymiz. Va eng asosiy masala mana shu 25-yil noyabr oyida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-maslahatlashuv uchrashuvi. Bu o'sha g'oya taklif etilgan paytda shubhalar bor edi. Bu yana bir navbatdagi bir integratsion harakat, natija bo'ladimi yo'qmi, katta shubhalar bor edi. Chunki bunga o'xshash iqtisodiy, siyosiy yo'nalishda integratsion harakatlar bo'lmagan emas. Bu o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bo'ladimi? Nomlari o'zgargan vaqtlar davomida, lekin harakatlar bo'lgan. Bugun biz maslahatlashuv uchrashuvlarini institutsional asoslarini yaratish haqida gaplashyapmiz. Mana bu g'oyani pishib yetganini dalolat beradi. 25-yil yanvar oyida Milliy koordinatorlar kengashini tashkil etilgani bu boradagi qo'yilgan ilk qadamlardan biri. Hozir biz eng nozik masalalar, xavfsizlik masalasi, transport, logistika masalasi, iqtisodiyotimizni rivojlantirish masalalarini muhokama qilmoqdamiz. Xavfsizlik masalasini oldin esingizda bo'lsa, chegaralar yopiq. Bu xavfsizlik masalasi, xavfsizlik bu umumiy. O'zbekiston Respublikasining pozitsiyasi bu O'zbekistonning xavfsizligi, mintaqaning xavfsizligini bir qismi hisoblanadi va yechimi ham umumiy bo'lishi kerak. Bugun narkotrafik, transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kiber xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan masalalarga faqatgina umumiy yondashuv va yechim bilan harakat qilish mumkin. Buni 25-yil mana aprel oyida Samarqandda xavfsizlik kengashlarining rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shu yerda mana O'zbekiston rahbari tomonidan tashabbusi bilan ishlab chiqilgan mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha konsepsiya loyihasi taklif etildi rahbarlarga. Va o'sha yerda eng asosiy fundamental masala bu ochiq, ya'ni hamkorlikka ochiq hujjat, xavfsizlik masalalariga kompleks yondashuv va keng ko'lamli yechimlarni taklif etish bo'yicha hujjat taklif etdik. Bugun biz mintaqaviy hamkorlikka institutsional asoslari haqida gaplashayotganimiz, o'ylaymanki, bu O'zbekiston Respublikasini amalga oshirayotgan aktiv, pragmatik tashqi siyosatning natijasi. Yana bir narsaga e'tiboringizni qaratishni istardim. 2025-yilda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha harakatlarning muhim natijasi sifatida Tojikiston 21-asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi bitimga qo'shildi. Ushbu bitim 2022-yil 21-iyul kuni Cho'lpon-Otada Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari tomonidan imzolangan edi. Bitim qanday maqsadlarni olg'a suradi? Bitimni dasturiga qaraydigan bo'lsak, bu bitim Markaziy Osiyoda ishonch darajasini yanada yuqoriroq pog'onaga olib chiqadigan o'zaro anglashuv hujjati deb qaraydigan bo'lsak, bu bitimga 2022-yil ta'kidlab o'tganingizdek, uch davlat rahbarlari allaqachon qo'l qo'yib qabul qilgan bo'lsa, Tojikiston tomoni buni tubdan o'ylab, mana shu 2025-yil juda ham hodisalarga boy va natijalarga boy yilda shu qarorga kelgani, bu ham Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotining yutuqlaridan biri deb hisoblasak bo'ladi. Bu ishonch darajasining oshishi bu oddiy yoki
tasodifiy holat emas. Misol uchun ekspertlarimiz ham tarixga yuzlanib ta'kidlab o'tishdi. Markaziy Osiyo hamkorlik formati juda ham ko'p bosqichlardan bosib o'tdi. Mustaqillik yillarini aytadigan bo'lsak va o'sha ekspertlarning ta'biri bilan aytganda, muzlagan 10 yillik, ya'ni 2005-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrdagi Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotini muzlaganligi va o'zaro ishonchsizlik darajasi oshib ketganligi va 2017-yildan boshlab bu tashkilot, bu format yanada qayta tug'ilganligi va ishonch darajasini oshirish uchun davlatimiz rahbari juda ham ko'p sa'y-harakatlar va tashabbuslarni ilgari surganligi va ochiq konstruktiv muloqotga tayyorligini va siyosiy irodani bildirganligi bu boshqa mintaqaviy davlatlardan ham o'zini aksini qaytardi va boshqa davlatlar ham tobora yildan yilga bir-biriga bo'lgan ishonchini, hamkorlik qilishga bo'lgan ochiqligini bildirib kelmoqda. Va tepada ta'kidlab o'tilganidek, Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti yangi tarixiy bosqichga o'tishi bu o'sha endi deylik maslahatlashuv uchrashuv 2017-yildan boshlangan bo'lsa, bu format maslahatlashuv format xarakteriga ega bo'lgan format. Endi bu yilga kelib 2025-yilga kelib institutsional formatga o'tish jarayoni boshlandi. Birinchi qadam qilib aytsak bo'ladi, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahatlashuv uchrashuviga doir bo'lgan Milliy koordinatorlar kengashini ilk muloqoti bo'lib o'tganki, buni ham Toshkentda bo'lib o'tganligi, bu institutsional formatga o'tish jarayoni allaqachon boshlanganligi, qadam qo'yilganligidan dalolat beradi. Va bu formatga 2025-yildan boshlab xavfsizlik masalalari keng muhokama qilinishi va uch sektor rahbarlari, ya'ni xavfsizlik kengashi kotibi va maxsus xizmat rahbarlari va mudofaa vazirlari darajasidagi uchrashuvlar bo'lib o'tganligi bir yilning o'zida va 2025-yil oktyabr oyida Samarqandda Kattaqo'rg'on poligonida birlik 2025 mudofaa vazirliklari, mudofaa kuchlari o'rtasidagi mashg'ulotlar o'tkazilganligi bu ishonchni tobora yangi darajaga, yangi hamkorlikdan dalolat beradi desak adashmagan bo'lamiz. Markaziy Osiyoning asosiy yutuqlaridan biri keng jahon hamjamiyati buni olqishlayotganini bir bor emas, ko'p bora уже allaqachon ko'ryapmiz. Bu Markaziy Osiyo davlatlari tashqi kuchlarni aralashuvsiz o'zaro chegaraviy masalasi darajasidagi muammolarni hal qilinishi. Bu oson yoki tasodifiy holat emas. Bu juda ham ko'p harakatlar va muloqotlar natijasida sodir bo'lgan natija desak bo'ladi. 2025-yil aprel oyida Samarqandda bo'lib o'tgan Xavfsizlik kengashlari kotiblarining ikkinchi majlisi amaliyotdagi tahdidlar qamrovini ko'rib chiqdi. Qanday masalalar muhokama qilinganligini batafsilroq gapirib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim, marhamat. Chegara masalalari juda muhim hisoblanadi. Mana shu Xavfsizlik kengashini forumida Samarqand shahrida bo'lib o'tdi. Haqiqatan ham o'sha xavfsizlik masalalari mintaqa uchun juda ham dolzarb ekanligi ta'kidlab o'tildi. Xavfsizlik bo'linmasligi prinsipi. Masalan, boshqa sohalarni meniki, seniki desa bo'ladi, lekin xavfsizlikni meniki, seniki deb bo'lmaydi. Chunki butun mintaqa uchun daxldor bo'lgan nomer birinchi hayot va mamot masalasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu xavfsizlik kengashlarini, kotiblarini yig'ilishda ham Samarqandda mana shu xavfsizlik tahdidlarini muhokama qilindi va ularni oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rish, birgalikda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalari keng muhokama qilindi. Endi xavfsizlikka tahdidlar haqida gapirganda birinchi navbatda o'sha diniy ekstremizm va terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va giyohvandlik, mana shu 3 ta masala, endi yana boshqa masalalar ham bor, lekin shu 3 ta masala shu mintaqa uchun xavf solib turgan asosiy tahdidlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu masalalarni birgalikda hal qilish bo'yicha, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilish bo'yicha o'sha Samarqand forumida masalalar kelishib olindi. Yana bitta shu masalani aytmoqchi edim, bu chegara masalalari. Ilgari bizga ma'lum 30 yil davomida bu masalalar hal qilinmay kelindi. Bu o'sha mintaqaviy hamkorlikka rahna soluvchi yoki xalal beruvchi, to'siq bo'luvchi omil edi. Mana shu masalalar ham birin-ketin hal qilindi. Ayniqsa 2025-yilda 31-mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida 3 ta mamlakat rahbarlari, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston rahbarlari o'rtasida 3 davlat chegara kesishuv nuqtasi to'g'risidagi muhim bitim imzolandi. Mana shu bitim chegara masalalaridagi ziddiyatlar hal qilinganligini dalolat beradi va shu bitim men nazarimda agar mendan so'rasalar 2025-yilda
Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikka oid eng muhim voqea qaysi bo'ldi deb so'rasalar, shubhasiz mana shu Xo'jand uchrashuvini va 3 ta davlat o'rtasidagi chegara bitimini aytgan bo'lardim. Mana shu bitim orqali chegara masalalari usul kesil hal qilindi. Kuni kecha Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovni ommaviy axborot vositalarida bergan intervyusida chegara masalalarini hal qilishda Shavkat Mirziyoyevni alohida hissasi borligini u kishi ta'kidlab o'tdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev bizga o'rgatganlar, shu chegara masalalarida bir-biriga yon berish juda muhim hisoblanadi. Agar davlatlar o'z qobig'iga o'ralashib qolsa-yu, bir-biriga yon bosmasa, bir-birini manfaatini hisobga olmasa, hech narsa amalga oshmaydi. Bunda albatta Shavkat Mirziyoyev hissasi katta deb bayonot berganligi bu O'zbekiston rahbarini sa'y harakatlarini alohida e'tirofi desak to'g'ri bo'ladi. Turkmaniston bilan noyabr oyida Shovot Toshovuz chegara oldi savdo zonasi ochildi. Qozog'iston bilan Xalqaro sanoat kooperatsiya markazi ish boshladi. Bu harakatlar kelgusida qanday maqsadlar va natijalarni ko'rsatadi? Siz hozir ta'kidlab o'tgan narsalar bu aynan o'sha hamkorlikka natijalar. Turizm sohasidagi. Oldin biz Issiqko'lni bilardik, lekin Ashxobod avazasidan xabarimiz bo'lmagan. Bugun o'sha amalga oshirilgan ishlar natijasida biz chegaralarni deyarli his qilmayapmiz. Borish kelish erkinlashgan. Umuman Markaziy Osiyo kartasini xalqaro munosabatlar kun tartibiga O'zbekiston qo'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu nafaqat bizni o'zimizda, bu mintaqa davlatlari his qilyapti, balki xalqaro hamjamiyat ham buni e'tirof etyapti, chunki o'sha C5+ formatlar. C5+ formatlari bugungi kunda 15 ga yaqin formatlar mavjud va ularning tashqi siyosatida ham bu mintaqa kashf etilmoqda. Bugungi kunda bevosita amaliy mexanizmlar sifatida C5+ platformalari ishga tushmoqda. U nafaqat ishga tushmoqda, balki ular borgan sari o'sha mana so'nggi 25-yilda bu Yevropa Ittifoqi, Xitoy, AQSh, Yaponiya, Rossiya singari davlat rahbarlari darajasiga bularni olib chiqishdi. Oldin bu uchrashuvlar bo'lgan, shartli ravishda 2004-yildan bu Yaponiya taklif etgan bo'ladigan bo'lsa, eng katta uchrashuv muloqoti bu tashqi ishlar vazirlari darajasidagi muloqot edi. Bugun davlat rahbarlari, xalqaro hamjamiyat deyarli hozir hech qaysi mintaqa, hech qaysi bir katta davlat qolmadiki, bu mintaqaga o'zini bir strategiyasini, o'zini siyosatini yangitdan taqdim etmagan. Turizm masalasiga kelsak, bu albatta sizni hozir aytib o'tgan bu misollaringiz. Bu sanoat kooperatsiyasi, chegara oldi savdolar, umuman mintaqani umumiy yalpi ichki mahsuloti, mintaqa davlatlari o'rtasidagi bugungi kundagi tovar aylanmasi 11 milliard. 11 milliard. Bu qisqa davr ichida 5-6 barobar bu ko'rsatkichni oshirish o'zi bo'lgani yo'q, chunki o'sha biz hozir so'zlarda balki tez chegara masalalari uzil kesil hal qilindi, boshqa masalalar uzil kesil hal qilindi deyapmiz-ku, lekin mana ekspertimiz ta'kidlaganlaridek, mana Qirg'iziston rahbarini kuni kecha bergan intervyusini oladigan bo'lsak, mana bu nyuanslari borgan sari ochilib boryapti. Ya'ni buni ortida mashaqqatli mehnat yotibdi. Siyosiy tashqi ishlar vazirligini siyosiy muloqotlar sonini oladigan bo'lsak, karrasiga oshgan, karrasiga. Bugun tashqi ishlar vazirimiz Toshkentda o'tirgani yo'q. 15 kun chet elda, 15 kun Toshkentda. Bu hammasini ortida muloqot yotibdi. Misol uchun Tojikistonni o'sha 21-asrda Markaziy Osiyoda hamkorlikni rivojlantirish maqsadidagi bitimga qo'shilishi ham bu katta natija. O'sha 22-yilda bu pozitsiya yo'q edi hali. Bu yutuq. Bugun biz ziyorat turizmi, umuman turizmni biz sanoatga aylantirdik. Bugun iqtisodiyotimizning bir alohida yo'nalishi bu turizm. O'zbekiston o'sha ochiq eshiklar siyosatini amalga oshirishi natijasida bugungi kunda qariyb 80 ga yaqin, 30 dan ortiq davlatga bu vizasiz, 40 dan oshiq davlatga bu soddalashtirilgan tartibda O'zbekistonga kelishning imkoniyatini yaratilganini o'zi mintaqaga, jahon hamjamiyatiga O'zbekistonning ochilganidan dalolat. Chunki biz bu yerda yig'ilib o'zimizga o'zimiz bir hisobotlarni topshirib chiroyli gaplarni gapirishimiz bu bir yo'nalish. Lekin xalqaro hamjamiyat, xalqaro reytinglar bilasizlar, bu o'sha nodavlat, notijorat tashkilotlarning hisobotlari asosida shakllantiriladi. Bugungi kunda o'sha Jahon bankining Doing Business reytingi bo'ladimi, chegarasiz reportyorlar reytingi bo'ladimi? Hamma reyting oladigan bo'lsangiz, ular ma'lumotda o'sha 3-sektor vakillaridan, ya'ni
turistlardan, mehmonlardan, tadqiqotchilardan oladi. Ularni qanchalik mintaqaga ko'p kelib ketishi bu biz uchun real holatni xalqaro hamjamiyatga ko'rsatishda juda muhim mexanizm hisoblanadi. O'ylaymanki, bu amalga oshirilgan ishlar so'nggi yillardagi o'sha siyosatning natijasi va to'g'ri buni ham tan olish kerak. O'zbekiston driver sifatida mintaqada bu narsalarni ko'tardi. Bu muammolar, bu yechilmagan narsalar oldin ham bo'lgan, lekin o'sha rahbarlar o'rtasidagi siyosiy ishonch. Chunki xavfsizlik masalalari, chegara masalalarini muloqotini imkoniyatini yaratgan narsa rahbarlar o'rtasidagi ishonch, o'zaro ishonch. Aynan shu muhit yaratilgani bugun mintaqani yangicha bir geosiyosiy makon sifatida e'tirof etilishiga ta'sir qilmoqda. Rahmat. Yana bir jiddiy mavzu, ya'ni 2025-yilda iqlim va suv energetika masalalari bo'yicha qilingan ishlar haqidagi fikrlaringizni tinglamoqchimiz. Marhamat. Markaziy Osiyo oxirgi yillarda xalqaro munosabatlarni yakdil subyekti sifatida e'tirof etilmoqda. Alohida mamlakatlardan tashqari Markaziy Osiyo umumiy pozitsiyasi bilan chiqilinyapti. Buni o'sha biz Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining deklaratsiyasida ham Markaziy Osiyo SHT yadrosi degan ibora bilan ifodalashimiz mumkin. Birinchisi, ikkinchisi xavfsizlik masalalarida nafaqat bugungi bo'layotgan nizolarni hal qilish, tinchlikni saqlab qolish bilan birgalikda uni barqarorligini ta'minlash, ya'ni preventiv diplomatiya salohiyatidan kengroq foydalanish. Keyingi masala mana bevosita siz bergan savol, ekologiya masalalari. Biz shu paytgacha bir daryoni o'zimizni mulkimiz sifatida ko'rib kelganmiz. Qo'shni davlatlarda ham xuddi shunday bo'lgan. Chegaradan kirib to chegaradan chiqib ketguncha suv resurslari davlat mulki sifatida qaralgan. Hozirgi kunda esa Sirdaryo yoki Amudaryo bu umumiy mulkimiz ekanligi e'tirof etilmoqda. Bu cho'llanish masalalari bo'ladimi? Havoni ifloslanish masalalari bo'ladimi? Boya aytganimdek, bir mamlakat qobog'idan chiqib ulgurgan muammolar hisoblanadi. Bu yerda bitta mamlakatning qarorlari yoki xatti-harakatlari bilan bu muammoni hal qilish ancha mushkul. Birlashgan o'zar degan bizda maqol bor. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlarini qanchalik birlashsa bu masalalarda yechim topilishi ham shuncha oson bo'ladi. Har bir muammo, xavfsizlik, ekologiya, suv, savdo, iqtisodiy, transport, logistika masalalar bo'ladimi? Bugungi kunda erishgan yutuqlarimiz bu faqat 2025-yildagi yutuqlar deb e'tirof etish biroz noto'g'ri bo'ladi, chunki buni orqasida o'nlab muloqotlar, yuzlab uchrashuvlar yotibdi, mashaqqatli mehnat yotibdi. Bu bugungi kundagi kelishuv, o'zaro ishonchni ta'minlash uchun ancha biz murakkab yo'lni bosib o'tdik desak ham bo'ladi. Demak, bugun ekologiya masalalarida yoki bo'lmasam o'sha xavfsizlik, boshqa masalalarda erishilgan yutuqlar bilan cheklanish emas, bu yutuqlarni barqarorligini ta'minlash ham juda muhim. Shu navbatda aytib o'tish kerakki, muammolar nima orqali hal qilinyapti? Mana hozir Mijjon aytib o'tganlaridek, birinchi navbatda davlat rahbarlarini siyosiy irodasi, ya'ni ishonchi orqali, uchrashuvlar, muntazam muloqot orqali bo'lyapti. Mana shu uchrashuv, muloqot va ishonch darajasini qanday hukumatlarda transformatsiya bo'lishidan qat'iy nazar pastki tabaqaga ta'minlash. Ya'ni o'sha vazirliklar, idoralar, hududlar o'rtasida qolaversa, o'sha fuqarolik jamiyati institutlar darajasida ham ta'minlab qolish eng ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Suv masalasi va ekologiya masalalariga qaraydigan bo'lsak, 2025-yildan boshlab bu masala ham dasturni, Markaziy Osiyo hamkorlik dasturini eng birinchi masalalardan biriga chiqib olgani va chegara masalalarini hal qilinishi va o'sha chegara masalalari Markaziy hamkorlik tashkilotiga biroz yengillik bergani va bor e'tiborni endi suv va ekologiya masalalariga qaratishga turtki bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz va davlatimiz rahbarining 7-maslahat uchrashuviga aytgan so'zlagan nutqiga qaraydigan bo'lsak, davlatimiz rahbari 2026-yildan boshlab 2036-yilgacha bo'lgan davrni suvdan oqilona foydalanish yili deb taklif bergani va o'shanda Markaziy Osiyo davlatlarini faol hamkorligiga chorlab qolgani
bu ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilganidan dalolat beradi. Va 2025-yilgi sarhisoblarga qaraydigan bo'lsak, suv va ekologiya masalasi bo'yicha biroz kelishuvlarga va yutuqlarga erishildi desak bo'ladi. Chunki misol uchun Chashma bulog'ini aytadigan bo'lsak, Chashma bulog'i masalasida O'zbekiston aqlli kompromiss degan shunaqa atama bilan atasak bo'ladi. Shunaqa yondashuv bilan qo'shni davlatlar bilan nafaqat chegara masalasi, faqat suv masalasi ham yechim topishi tobora ko'paymoqda. Ekspertimiz to'g'ri ta'kidlab o'tganidek, aholida shunaqangi qarashni o'zgartirish juda ham muhim. Ya'ni masalan suvni bir qismi bizniki, qolgan qismi bizniki emas. Ya'ni shu bizga tegishli qismidan maksimal, ya'ni foydalanib qolishimiz kerak degan tushunchani o'zgartirish kerak. Bu suv deylik hammaniki, umumiy boylik degan qarashni ommalashtirish kerak degan g'oya ham yo'q emas. Bu g'oyani nimadan bilsak bo'ladi? Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchrashuvida ilgari surilgan tashabbusdan, ya'ni Markaziy Osiyo identiteti, ya'ni Markaziy Osiyo o'zligini shakllantirish, ya'ni bu yerda o'zbeklar, qozoqlar, tojiklar alohida o'zlik emas, Markaziy Osiyo umumiy o'zlik. Bu o'zlikning tagida nima yotibdi? Umumiy o'zlik tagida umumiy masala, umumiy muammo, umumiy imkoniyatlar degan tushuncha yotibdi-da. O'sha ham juda ham yordam berardi. Ekologiya va xavfsizlik yoki suv masalasi ham yechimini topishga o'zini hissasini qo'shardi. Va shu ekologiya va suv masalasini xavfsizlikka bog'lash, ya'ni xavfsizlik tuzilmalarining uchrashuvida bu masala ham deylik mintaqaviy xavfsizlik masalasi, ya'ni ekologik xavfsizlik, suv xavfsizligi, energetik xavfsizlik masalasi ham ko'rib chiqildi. Va to'g'ridan to'g'ri nimaga xavfsizlik masalasiga bog'langanligi ham bunga alohida e'tiborni ifoda beradi. Markaziy Osiyoni jahon siyosatidagi o'rni qanaqa? Ilgari bir periferiya sifatida qaralardi. Ya'ni chekkadagi bir hudud, unutilgan, jahon siyosatida yo e'tiborga olinadi, yo olinmaydi, mana shunaqa bir hudud edi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyo periferiyadan subyektga aylandi desak to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan ham endi ancha faol bir mintaqaga aylandi. Bu o'sha yana takrorlaymiz, davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli bunga erishildi. Markaziy Osiyoga qiziqish ham nihoyatda ortdi keyingi paytda. Mana o'sha ekspertimiz yuqorida aytdilar, Markaziy Osiyo plus formatlardagi oliy anjumanlarni soni tobora ortganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mana shu o'tgan yilimizni o'zida 10 ga yaqin shu Markaziy Osiyo plus formatlardagi uchrashuvlar, anjumanlar bo'lib o'tdi. Mana Markaziy Osiyo plus Yevropa ittifoqi anjumani Samarqand shahrida aprel oyining boshida misol uchun, yoki bo'lmasa Markaziy Osiyo plus AQSh sammiti Washington shahrida dekabr oyining boshlarida bo'lib o'tdi va dekabr oyining oxirlarida esa Markaziy Osiyo Yaponiya birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Bu hammasi nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, shubhasiz Markaziy Osiyoning ahamiyati ancha oshdi xalqaro munosabatlarda. Bu nima sababdan shunaqa bo'lyapti degan savolga birinchi sababi shundaki, Markaziy Osiyoda ulkan tabiiy zaxiralar joylashganligi, ya'ni o'sha Mendeleyev davri sistemasiga kirgan barcha elementlar bu yerda mujassam. Ayniqsa critical minerals deydi ingliz tilida, ya'ni noyob madanlarni ulkan zaxiralari mavjudligi ham regionni bir jozibador mintaqaga aylantiryapti. Ikkinchi sababi qulay jo'g'rofiy joylashganligi, ya'ni o'sha agar xaritaga qaraydigan bo'lsak, Yevroosiyo mintaqasini qoq o'rtasida joylashgan, bu yerdan transport koridorlari o'tgan, g'arbni sharqqa ulaydigan yo'laklar joylashganligi ham bu ham mintaqani ahamiyatini yanada oshiradi. Va uchinchi sababi, mana hademay mintaqa aholisi 100 millionga yetadi. Bu ulkan bozor. Juda ko'p mamlakatlar o'sha sanoati rivojlanib boryapti, yuksalib boryapti. Endi ular o'z mahsulotlarini joylashtirish uchun bozor qidiryapti. Mana Markaziy Osiyo mana shunday jahondagi eng muhim bozorlardan biri hisoblanadi. Mana shu sabablar tufayli Markaziy Osiyoni ahamiyati tobora yuksalib boryapti. Mana shunday sharoitda endi Markaziy Osiyo mamlakatlari birlashmasa bo'lmaydi. Mana shu narsa hamma 5 ta mamlakat hammasi xalqlari shuni tarafdori, rahbarlar bunga imkoniyat yaratib berishyapti. 5 ta mamlakat yetakchilari hali u joyda, hali bu joyda uchrashuvlar o'tkazib, mana
maslahat uchrashuvlarini oladigan bo'lsak, 7-maslahat uchrashuvi noyabr oyi o'rtalarida Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Mana shu xalqlarni irodasi, xohish, istagini rahbarlar amalga oshiryapti desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan olib borilgan siyosat yutuqlari bu birdaniga vujudga kelgan emas. Bu 8 yil oldin boshlangan yangi siyosatning natijalari va uning davom etishi deb qarashimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan qarayotgan bo'lsak, albatta Markaziy Osiyoga nisbatan olib borilayotgan siyosatning pirovard maqsadi albatta xalqlarning farovonligini oshirish. Mana shu jarayonlar albatta mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatyapti. Agar oxirgi 8 yilni olib qaraydigan bo'lsak, mintaqada yalpi ishlab chiqarish 2,5 barobardan ko'proq ko'payib, 520 milliard dollarga yetdi. Bu mamlakatlarning tashqi savdosi 2 barobardan ko'payib, 253 milliard dollarga yetdi o'tgan yili. Yoki bo'lmasam O'zbekiston to'g'risida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonning bu mamlakatlar bilan, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tashqi savdosi 2016-yilda 2,47 milliard dollarga tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yil natijalariga muvofiq bu qariyb 7,4 milliardga yetdi. 1800 dan ortiq korxonalar bu mamlakatlardan va bizning mamlakatimizdan u mamlakatlarda faoliyat ko'rsatyapti. Bularning hammasi shunga olib kelyaptiki, bu mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning, xalq farovonligi ko'tarilishining muhim omillaridan biri shu mamlakatlarning hamkorligi bo'lib qolyapti. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta olib borilayotgan siyosat pirovard natijada bu xalqlarning farovonligining oshishiga xizmat qilyapti va bu yo'nalish albatta davom ettiriladi. Markaziy Osiyoning asosiy xalqaro sheriklari bilan hamkorligi kelgusida qanday yaxshi natijalarni, ijobiy natijalarni beradi deb ayta olamiz? Asosiy masala bugungi kundagi mintaqada vujudga kelgan sog'lom siyosiy tafakkur va geosiyosiy makon, yangitdan qayta kashf etilayotgan mintaqamizni o'sish sur'atlarini barqarorligini ta'minlab berishimiz kerak. Xalqaro hamjamiyat bilan yangi sahifa ochildi mintaqani munosabatlari o'rtasida. Bu C5+ formatlarini 15 ga yaqinlashishi bu tobora xalqaro siyosiy jarayonlarda mintaqani roli va o'z so'ziga ega bo'layotganini dalolat beradi. Bugun zamonaviy xalqaro munosabatlar bir silkinish davrida. Xalqaro huquq normalari qaysidir ma'noda o'zini boshqatdan bir qayta shakllanayotgan davrda biz faqatgina birdamlik bilan, hamkorlik bilan natijaga erishish mumkin degan bir narsani namunasini ko'rsatib beryapmiz. Men yana qo'rqmasdan shuni ayta olaman, bir Markaziy Osiyo davlatlarini bugungi kundagi hamkorligi bir o'ziga xos unikal yangi integratsion model sifatida o'zini namoyon etmoqda. Chunki mana o'sha Ozarbayjonni bu formatga qo'shilishi bu albatta bizni so'nggi yillardagi Turkiy davlatlar tashkiloti bilan amalga oshirib kelayotgan siyosatimizning mantiqiy davomi, lekin mintaqadan tashqari davlatni bu platformaga qo'shilishi, bu platformani siyosiy bahosi. Bizga ma'lum, boshqa katta davlatlar ham bunga qiziqish bildiryapti. Demak, biz amalga oshirayotgan ishlar bu aniq maqsadga yo'naltirilgan va qaysidir ma'noda qisqa davr bo'lishiga qaramasdan aniq natijalarga erishgan bir platforma. Shuning uchun eng asosiy maqsad bu mintaqa yosh aholisi, umumiy aholisi 80 millionga ega bo'lgan bir mintaqa, yosh, o'suvchan, misol uchun O'zbekiston iqtisodiyotini oladigan bo'lsangiz, yiliga qariyb 1 millionga yaqin aholi qo'shilyapti. Biz bugungi erishilgan yutuqlarimizdan qoniqish hissini olib to'xtashimiz kerak emas. Aksincha, o'sha o'sish sur'atlarini tempini yanada jadallashtirishimiz zarur. Bu bizni umumiy muammolarimiz va bugungi kundagi turbulent zamonaviy geosiyosiy jarayonlar avj olgan davrda eng muhim faktorlardan biri hisoblanadi. 2025-yil Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik ancha yuksalgan yil bo'ldi. Lekin mana juda to'g'ri aytib o'tildi, bu bilan to'xtab qolishimiz kerak emas. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'sha o'zini maqolasida Markaziy Osiyo yangi davr ostonasi deb nomlangan katta maqola e'lon qilindi noyabr oyida. Mana shu maqolada bundan keyingi vazifalarimiz birma-bir sanab o'tilgan va u yerda aytilganki, ancha katta yutuqlarga erishdik, to'g'ri. Markaziy Osiyoda juda ham bir ijobiy, konstruktiv muhit
shakllandi, lekin hali oldimizda juda ham zalvorli vazifalar turibdi. Birinchi navbatda mana shu mintaqaviy hamkorlikni institutsional asoslarini mustahkamlashimiz kerak. Yangi mexanizmlar yaratishimiz kerak. Agar yaratgan bo'lsak, ularni yanada mustahkamlashimiz kerakligini. Ikkinchi vazifa sifatida xavfsizlik. Xavfsizlik ta'minlanmas ekan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun xavfsizlik sohasida o'sha aloqalarni yanada kengaytirish, sa'y harakatlarni muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Uchinchi masala sifatida iqtisodiy hamkorlik, ya'ni savdo sotiqni hajmini yanada oshirish. Mana bor yo'g'i 11 milliard dollarni tashkil etadi. Bu oxirgi nuqta emas. Bu hali bundan ham katta yirik marralarni olishimiz kerakligi, savdo sotiqni rivojlantirish, kengaytirish yo'lida g'ov to'siqlarni bartaraf etish lozimligi haqida ham mana shu maqolada to'xtalib o'tilgan. Yana 4-chi muhim yo'nalish sifatida gumanitar sohasidagi, ya'ni ilm, fan, ma'rifat sohasida, ijodkor yoshlar o'rtasida va hokazo juda ko'p sohalarda hamkorlikni yanada kengaytirish mumkinligi o'sha maqolada birma-bir sanab o'tilgan. Shubhasiz mana shu vazifalarni birin-ketin hal qilinishi bu Markaziy Osiyoning xalqlarini yanada yaqinlashtirishga, mamlakatlarni birlashtirishga xizmat qiladi. Qadrli teletomoshabinlar, Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.